Salom hammaga, bugun sizlar bilan men Raycrimesy doimgidek bugun biz ya'ni hammamiz nima desam bo'ladi? O'zim qurgan ixtirolarimni birga ko'rib chiqamiz, ya'ni qurib chiqamiz. Paginali. Boshladik. Tak, birinchisi bizga bomba xullas 4 stack shunda nima desam bo'ladi, TNT, keyin bu ya'ni dispenser, keyin oddiy redstone, keyin bu komparator, keyin manavi terseklatgich, mana qozon, suv va yana nima kerak bo'lardi? Menimcha shular. Birinchi uni tez otadik. Xullas shu anaqa 100 talarni o'rnini bosadigan narsa va chiroyliroq ko'rinadi bu. Bunday qilib yasaymiz. Agar bu yerga redstone signal, ya'ni suv quyilsa, mana cheksiz anaqa mana. Hozircha cheksiz redstone signal. Buni bittasini ya'ni bu yerini uzib turamiz, redstone to'xtab qoladi. To'xtanglar. Bitini qo'sha olma. Bu joyini uzsak, keyin redstone bermaydi va biz bu yerga bunday plyuscha qilib qazib olamiz. Keyin esa biz rasvo bo'ldik. Biz birorta blokni yopib qo'yamiz, keyin esa mana qo'yib chiqamiz. Bunday, keyin esa o'tirgan holda bunday qilib redstone o'rab chiqamiz va bu yerga kelib buni ichiga 1 stack TNT ni joylaymiz. Keyin bu tarafiga ham. Bu xuddi shunday Minecraftlar uchun haqiqiy yoki haqiqiydan birga bir ko'chirilib olingan Minecraftlarda o'xshamaydi. Kam bo'ldi-ku. Bo'ldi. Oxirgisimi bu? Oxirgisi. Bo'ldi, endi hammasini solib bo'ldik va e'tibor beringlar. Dushmaningizning tomoni bu taraf bo'lsa, ya'ni dushmaningizning bazasi shu tomonda bo'lsa, mana bu mexanizmni shuning to'g'risiga qiling va mana hozir ko'rsatib beraman. Liboy mana bunga. Narsa qurib tashlaymiz, mana qo'yib tashlaymiz tezda. Bu men random qo'yapman, bloklar bilinayotgan bo'lsa kerak. Tak, endi qo'yib bo'lganimizdan keyin bu yoqqa kelib, keyin esa suv qo'yishimizdan chiqibdi. Bu yerga emas faqat. Bu yerga emas edi. Yaramas, asosan suv ikkita joyda kerak bo'ladi. Birinchi tuzoq bu. Top 5 ta tuzoq ko'rsataman. Ya'ni o'zim qurgan mexanizmlar. Boshlandi. Mana do'stlar, shu tomonga uchadi mana. Ikki tarafga ham uchadi mana. Mana ko'rdinglar? Hop. Yo'q, bu sal noto'g'ri ishladi. Boshqa tarafga tashlayapti. Oldin men qilganimda faqat shu tarafga o'tardi. Do'stlar, yana bir narsa, obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Men sizlar uchun zerikib qolmaysizlar deb o'qdor tugapti. Sizlar uchun mana tepani tushiraman mana. Zaryadkada turgan payti sizlar uchun video olyapman do'stlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi videolar, kontentlar chiqadi albatta. Yana bittasi. Mana qaranglar, shunaqa Minecraftda liboy mana anaqa. Tosh, keyin uni kas bo'ladi. Buni tog'li hududlarga qursangiz bo'ladi.
Masalan mana. Lekin do'stingizni ko'zi xullas ziyrakroq bo'lsa, ko'rib o'tib ketib qolishi mumkin oldidan. Ana shunday qurdik. Endi esa mana shunday yo'lcha quramiz. Bu toshlarni olib tashlash kerak. Va bu joy любой mana shu joyda mana 2 blok kirgizib turib, 2 blok pastga tushib turib, shunday qo'yib turib, keyin bombani olib, xullas dinamit, xullas nimadir o'zi, nima bo'lsa ham shundan shunday qilib qo'yib tashlab, nima deyapman? Shundan shunday qilib deyapman. Nima deyapman? Mayli. Shuni qo'yganimizdan so'ng buni ustiga esa plitkani qo'yamiz. Do'stingizdan qochayotgan payti siz shuni o'tib ketib qolsangiz, do'stingiz bu yerdan degit ekanda to'xta. Nimadir mana sandiq mana. Bu yerga sandiq qo'yib qo'ysangiz, uni ichida esa nimadir mana, masalan, mana bir dona sehrlangan oltin olmangiz bo'lsa, do'stingiz qarang, siz bunday qilib turib, siz bilasiz bu sandiqda nima borligini. Qochib turib shunday qilib o'tib ketasiz siz va do'stingiz bu yerdan quvlayotgan bo'lsa, bunday kelib turib, to'xtatib, bu sandiqda nima bor deb turib, ochib turib, oltin olmadi ekanda portlab ketadi. Pagina yana bitta zo'r narsa bu. Bu faqat nezarak bilan ishlaydi. Mana nezarak bu sal g'alatiroq. Mayli. Keyin men eng yoqtirgan chicken olamiz. Keyin esa bomba. Bu yerdan esa buni olib turib, flint steel bu yerga 2. Bu tovuqlarni butun anaqaga sochib yuborish anaqasi. Bu lekin tuzoq yoki ashtaqa men qurgan narsadan bittasi xullas. Shundan bittasi mana. Shunaqadan ko'p qarab ketdi. Shunday tovuqlardan ko'pgina qo'y. Sizlar tovuqlar yuzi sal g'alatiroq, nimaga bilmadim. Bu Minecraft eskiligigami? Bu o'yin eskiligigami? Bu chekkalarni ham shunday yopib turib, dinamit qo'yib turib, portlatib beradigan bo'lsak, va qarab turinglar. Tovuqlar chachiladi va o'zini joyiga qaytib keladi. Va tovuqlar apokalipsis. O'zim o'ylab topganman shuni. Yana bu 3-chisimida? Da, 3-chisi edi bu. Yana bittasi. Ochilmay qoldi. Xullas buni olamiz. Keyin esa tor. Bu mendan chopishgan. Buni oldingi bitta anaqa kanalimda o'zimcha bitta video qo'ygandim. O'shanda shuni qurib bergandim. Hamma chopib shorts qilib yuborgandi. Buni esa biz hozir to'g'rilaymiz. Va yana lava olamiz. Qatalgisdan chiqib bo'lmaydi. Xullas mana ishlamay qolyapti rollar. Mana shunaqadan mana. Bunday qo'yib turib, tak yana bitta, keyin bu yoqqa bunday qilib qo'yib, keyin shunday qo'ygandan so'ng mana qo'yib bo'lgandan so'ng bu yerga kelamiz, sekin bu yerni ochamiz. Bu bunaqa send, ya'ni qumli joy bor-ku, xuddi shunaqa joyda mana. Qumli joy, hamma qum. Bir qator bunday nimalar qilib tashyapman. O'rtasini buzib tashlaymiz uni. O'zi o'rtasini qo'shdim. Bu zaman ekan. Zerikali bo'lib ketayotgandir video. Bundan keyin haqiqiy Minecraftda ham bitta narsani ko'rsataman. Va bu yerga bedrockgacha qolamiz, chunki nimaga bu yer flat bo'lgani uchun, ya'ni tekis joy. Xullasda endi. Bitta blok qo'yamiz, noto'g'ri ketdi.
To'g'ri, noto'g'ri sindirib yubordim. Berikoza nima deyapman? Xullas bu yerga lava qo'yib tashlaymiz. Shunday qilib, bunday qo'yish shart emas, imanni. Nima qilamiz? Shunday qilib chiqamiz. Voy. Keyin esa bu yerga dinamit buni ustiga qo'yilmaydimi? O'tirib bossa qo'yilsa kerak. Men bilaman-da. Minecraft men yaratgan desam ishonmaysizlar-ku, to'g'rimi? Chunki Noch degan tepakal odam yaratgan. Men tovuqlar shu sochilib ketadi o'zi. Ko'rasizlar, shu ko'pgina bo'lib ketadi. Va keyin bu yerda nima deb yuboryapman. Xullas bu yerda bitta blok shunday yopib chiqamiz va shundan keyin bu yerda bu yerni ochib turib bitta dinamit qo'yamiz. Keyin esa oddiy emas, trapet degan chestni qo'yamiz. To'xtanglar. Buni qo'ymay turaylik. O'tirib bosamiz, keyin tagidagi sindirib yuboramiz va ichiga liboy mana yana oltin olma mashhur bo'lib ketyapti. Va shuni tagiga esa e'tibor beringlar. Faqat mana bunisi emas. Trapet degan chest mana. Trapet chesti mana. Yaxshilab e'tibor beringlar, mana bu illagini chekkalari mana qizil sifat. Oddiy chestga bo'lsa qora. Dedim va do'stinglar mana. Trapet chest o'zidan nima derdi, hali yondirgalgiga o'xshab anaqalar nima derdi, hali uchqunga o'xshagan narsa chiqaradi. Shuning uchun do'sting ucha keladi. Do'sting nima bu sanda deb turishini ochib turib, endi olayotgan payti bum bo'ladi. O'zi portlab turib monga tushish kerak. Men bunga tushish kerak. Bu top 4-mi? Oxirgi va eng zo'ri qoldi. Buning uchun esa haqiqiy Minecraftga o'tamiz. Olg'a. Va mana do'stlar va 1 2 3 narsalarni olib oldim. 2 3 4 bo'ldi. Endi bu tarafga ham 2 blok bo'ldi. 3 blok bo'ldi. 4 blok. Endi bu tarafga ham shunday qilib turib shunday bitta qolishi kerak. Yo'q, bitta emas. Voy, mana blok sindir. To'xtanglar. Hozir bu tarafga bitta qo'shamiz. Bu tarafni ayiramiz. Bo'ldi do'stlar. Bo'ldi. Endi esa biz bu yerga bunday, buni esa bunday. Shuni qo'yish doim muammo bo'ladi, bor-ku. Bunday qo'ysa bo'lmaydi do'stlar, bo'lmaydi. Mana do'stlar, qarang mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu bo'lmaydi. Ya qanaqa qilib qo'yish kerak? Sen kimsan? Mana bu ketyapti. Shu qo'yilolmaysan sen. Xullas bu ikkalasi. Oddiy yog'ochda ko'rsatib bera olaman sen. Yomon toza jonga tegding. Mana qaysi? Mana qizildi. Qizil yamasa ekanmi? Mana bu taraf yaxshi qo'yiladi prosto. Shu taraf asabimni buzmagin.
yoki bunday qilib turib nima bu? Xullas do'stlar, shunaqa gaplar. Men eng yoqtiradigan ish bu. Qishloq qilgan. Uzr. Qarayman, shuni olib turib, shuni qo'yib turib, shuni mindirib turib, bunday mont o'stirib. Karvon ko'rdim cho'chqalari, bizlab kelar. Bizlab kelar. Karvon ko'rdim cho'chqalari, bizlab kelar. To'xtab turinglar-da. Bizlab ketdik. Bu munda devar. Bu ket. Ko'rmayapsanmi? Xullas. Bu o'xshamadi bu. O'zingiz ko'rib turibsizlar. Va do'stlar, prosta reklama. Raker MC kanali, ya'ni o'zimning kanalim. Do'stlar, poddeshga qo'yinglar. Raker MC uchun mana. Raker MC uchun iltimos mana. Mine.uz, ya'ni Minecraft uz uchun iltimos. Kanal yaratildi 13-iyul. Salom. Bu yerda har xil modlar. Mana 1.20 men oldin o'ynagan versiya. Qurol modi, hali videoda ishlatgan qurol modi. Albatta Epic Play uz mod. Keyin obuna bo'lib qo'ysalar bo'ladi. Va mana Spider-Man, ya'ni Spider-Man modi 1.17 versiyani tepasiga tushaveradi. Mana bu necha? Bu ham 17 plus anavi. Nima dedi? 1.17 versiya va undan tepasiga to'g'ri kelaveradi. Mana bu qurol modi ham. Yana bu yerda Enderman bilan urushganman. Qayerga ketdim? Enderman bilan urushganman. Zo'r mod. Internet yoqmaganman, jo'natilmayapti. Xullas, bunda bo'lib qo'yishga arziydigan kanal. O'zim meniki-yu. 2ta shortsimda anaqa Telegram kanalim anaqa havolasini ham tashab qo'ydi. Hech kim o'tib ko'rmaydi-ya, pesaniga hech kim o'tib ko'rmaydi. O'tib ko'ringlar. Men doim istak qilib qo'yapman. Bo'pti, hammaga xayr. Albatta reklama bilan tugadi. Do'stlar. Mana ishonmasanglar mana. Mana Minecraft mana turibdi yani. Yangina Minecraft turibdi. Mana doim o'ynayotgan Mastercraft. Buni ham tashab qo'ying Telegramga. Do'stlar, tashab qo'ying. Mana skinim. Uyatsiz. Nomini yozib qo'ygan. Masaga yaxshi ish tushdi mana. Ovozni ham pastgina qilib qo'yganman. Mana 3 dona orolim bor. Shuning uchun tezroq obuna qo'ysanglar deydi. Yaxshiroq kontent qilamiz. Haqiqiy mana Mojang Studios. Shunda video olishni boshlayman. Agar 50 ta obunachiga erishsak. Hozir ham qilib turibman. Hammaga xayr.